Mani ismim Farruh Farhodov, yoshim 27 da. Farruh Farhodov, navbatdagi ishtirokchimiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bilan keldingiz, tanishtiring. Singlim bilan hamma tanlovlarda faqat singlimni olib yurganman. Qo'llab-quvvatlash uchun. Va u paytda kichkinagina, shiringina qizcha edi. Ergashib shunaqa qilib hozirgacha har doim singlim yonimda. Men ovozda qatnashaman deganlarida xursand bo'ldingizmi yo yanami? Nima deb bo'ldingiz o'zi? Yanami, menimcha yanami. Aslida yoshligimda san'at sohasida katta bo'lganman. 1-sinfdan to litseyni tamomlaguncha Uspenskiy maktabida o'qiganman. Undan tashqari O'zbekiston davlat konservatoriyasini estrada xonandalik yo'nalishini tamomlaganman. Lekin hayot sinovlari Bunyodkor futbol klubida ishlashga majbur qildi desam ham bo'ladi. Hozirda menejer bo'lib ish olib boraman. Har bir inson yoshligida bir daftarchasi bo'ladi. O'sha kelajakda uni sotib olaman, uni qilaman degan orzularini yozib boradi. Yaqinda bir ko'rib qoldim o'sha daftarchani. Daftarchada yozilganki, 2025-yilgacha mana shu Rossiyani Golosiga borib kastingda qatnashaman, o'zimni sinab ko'raman degan ibora bo'lgan ekan. Mana ovozdaman. Akangizni tinchlantirish qiyinmi, yutqazib qo'yishni? Yo'q, o'rganib ketganmiz tamam. Bugun unaqa bo'lmaydi degan umiddamiz. Bugun yaxshi kayfiyatda shouda ishtirok davom etadi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Bunyodkor futbol klubida ishlayotgan paytimdan beri ashula aytishni tashlab qo'ygan edim. Yana bir marotaba o'zimni san'at yo'nalishida qayta sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Tayyor demak hamma. Даже в зеркале разбито, над осколками склонясь, отражение забытых. Вновь увидишь ты меня, и любовь безумной птицы разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться, буду сниться все равно. Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная. Tabriklayman. Звезды падают моря. Хорошо поют. Прочь летит душа моя, единственная моя, звезд ветром обрученная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают моря, и срываю якоря. Прочь летит душа моя. Спасибо, ассаламу алейкум. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ismim Farruh Farhodov, yoshim 27 da.
musiqa tahsili olgansiz, a? O'zbekiston davlat konservatoriyasini tamomlaganman, lekin hozirda Bunyodkor futbol klubida menejer bo'lib ishlayman. Iya, Oh, хороший поворот. Nima lekin san'at bilan ham hali davom etyapsiz, a? San'atni ham. To'g'risini aytsam, san'atni bir muncha tashlab qo'ygan edim. Ayrim sabablarga ko'ra, lekin mana shu ichki tuyg'ularimni yana qayta uyg'otishga muvaffaq bo'ldi. Men shu tanlovni nimasi orqali yana sahnaga qaytish niyatida bo'lganim uchun men shu yerda turibman hozir. Yashang. Demak, bu loyiha ilhom baxsh bo'lishi mumkin, a? Xuddi shunday ustoz. Yashang. Mana bu endi triumfalni qaytish bo'ladi sizga deb o'ylayman endi. Rahmat Xudo kattakon. Mana xohlasa. 4 ta nastavnikam ustoz qayrilib turibdilar sizga. Shu uchun endi sizdan endi tanlov To'g'risini aytaman hozir. Har bittanglar alohida hurmat qilaman. Anvar aka, ustoz Nasib opa, rahmat. Shohro aka. Tortinmas. To'g'risini aytaman, tanlash bilmayapman hozir. Ustoz, siz bilan bir Majnun tol etsak bo'ladimi? Hozirmi? Agar iloji bo'lsa. Boshi voy deb Majnun qani? Boshi voy deb Majnun tol bir kun chiqqan emish buloq bo'yiga, chiqqan emish buloq bo'yiga. O'zim bo'lib o'ziga maftun ketolmayin qopti uyiga, ketolmayin qopti uyiga. Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol, Majnun tol. Bravo. Xo'p, adash. Men bitta savolni aytaman, so'rayman deb esimdan chiqib qoldi. Men bu qo'shiq bugungi ijro etiladiganlar rus tilida aytish nima maqsadda bo'lgan bu? O'zim mana boya aytib o'tdim, Botir Zokirov yo'lida ko'p qo'shiqlarni o'rganganmiz, mana shu o'smirlik paytimizda. Va o'sha paytda yana bir Filip Kirkorovni bir qancha qo'shiqlarini biz o'rganardik, ustozlarimiz o'rgatishardi. Mana shu insonni, mana shu ijro yo'lini ham hurmat qilgan holda o'zim ham yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, ovozimga ham tushganligi, mos qo'shiq bo'lgan deb o'ylaganim uchun ham shu qo'shiq tanlangan. To'g'ri. Juda zo'r tanlov bo'lgan. Rahmat Anvar aka. Yaxshi ijro etdingiz, juda zo'r, toza, mahorat Xo'p, bilan. endi tanlov nima bo'ldi? Tanlov. O'zbekistonni 2 metr o'tiribdi, to'g'risini aytaman, ustozlarim sizlar. Bu yoqqa kelishdan oldin otam bilan, onam bilan maslahatlashganimda ustozlardan birini tanlagin deyishgan. Lekin har bir insonni o'zini qalbida, ichida men shu sahnaga chiqqanimgacha bilmagandim kimni tanlashni. Farruh aka, qarang, sizni alohida hurmat qilaman. Shohro aka, ko'ksim, o'ng qo'lim ko'ksimda, sizni alohida hurmat qilaman. Nasib opa, sizni ham alohida ko'ksimda, qo'lim hurmat qilaman. Lekin Anvar aka. Anvar akaga borish xohlayman. Ana. To'g'ri. Yaxshi. Rahmat. Rahmat kattakon. Majnuntolni birga yetadigan bo'ldingiz endi bundan buyon. Rokovый qilib, ha? Men ruxsat berdim. Rahmat. Xush kelibsiz. Tanlov uchun rahmat. Ijodingizga fayz baraka. Очень мудрое решение. Keling. Assalomu alaykum, yana bir marta tabriklashingiz mumkin akangizni bemalol. Keling. Qanaqa bo'ldi?
Zo'r. Endi futbol nima bo'ladi? Ha, kerak bo'lsa tark etamiz, san'atdan ketaman. Ko'rdinglarmi, hozir bu yoqda ham omad kelyapti. Futbol ham yomon ketmayapti. Ya, futbol zo'r Qiyin. ketyapti, zo'r ketyapti. Qiyin akaga. Hozir sahnada turib 4 ta odamdan tanlanmagan odam. Shunaqa bo'ldi, to'g'risi. Tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat, kattakon. Omadli mavsum tilayman. Salomat bo'ling.